Assalomu alaykum o'g'alar, tani joninglar sog'mi, charchamasdan hamma omon yurtimi? Qaranglar akalar, bugun men sizlar uchun nimalar topib qo'ydim. Vobshim dahshat, udar zo'r narsalar topib qo'ydim. Gullardan golishni ho'kiza topib qo'ydim. Boqishga tayyoridan 1 tonnadan ziyod go'sht qiladigan golishni ho'kizlarni zo'rini topib qo'ydim. Kelaverasizlar, sizlarga ko'rsatamiz. O'rtoqlar, bu yerda xo'p 9 ta golishni ho'kizimiz 9 ta golishni ho'kizimiz bularimizni yosh oilalari 2 yosh atrofida endi tish buzishni boshlagan. Mana bunaqasiga bir tekis olur bulardi. Bo'ylari akalar 1.70, 1.65 plus minus atrofida. Hammasi standart bir xil. Meni bo'yim 1.70 chiqayotgan bo'lsa, mana shuni oldiga mana shu mendan baland. Mana bunisi ham mendan baland bo'lib turibdi. 1.70 men o'zimning bo'yim akalar. Shunga hisoblab olaverasizlar. Hammasi bir xil standart. Bitta emas, ikkita emas, uchta emas. Akalar 9 ta bir joyga, bir qo'lga olaman degan akalar bo'ladigan bo'lsa, chotki qilib narxni yengil qilib sotib yuradi akalar. Aka vodiydan, uzoqroqlardan so'rasa, dastlabki qilib beramizmi kelishgan holda? Kelishgan holda dastlabkilar qilib beraveramiz. Любой joyga, O'zbekistonda любой tochkasiga dastlabki qilib berishga kelishiladi akalar. Golishni ho'kizlarimiz 9 ta. Bitta mana bunimiz gibrid. Bitta mana shunimiz gibridi bor ekan. Bu ham zo'r. Akalar bular ichida suyishga tayyorlari ham bor. Boqaman deb davom ettiraman desa, boqsa ham bo'ladiganlar bor. 1 tonnadan ziyod go'sht qilayotgan nasibsiz dahshat ho'kizlar bo'ladi. Hammasi 9 ta bir qo'lga olaman deganlar uchun yana ham chot qilib narxlarni kelishtirib yuradi. Akalar bugun 21-fevral hafta kuniga shanba. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Shah Yulduzi mahalla fuqarolar, Shah Yulduzi mahalla fuqarolar yig'inida 9 ta ho'kizimiz akalar. Nasibsa nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar. Aka bitta nomer aytib oling ularga. Ha, nomer ayting bitta. O'zingiz nomeringiz da. 91lik 322 4822 ga aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar. 24 soat ishlaydi nomerlar. Akalar bemalol telefon qilib so'rab olaverasizlar. Ho'kizlar bir oldidan ham oldi, orqalaridan keyin yana olib ket. Yeyishiga, ichishiga, sog'ligiga hamma tomonlama garantiya deyapti. Akamizniki dehqonchilik bular. Olib sotar emas akam. To'g'rimi aka? Chesta dehqonchi, ya'ni dehqonni ko'rsating deganlarga dehqonnikidan. Somonlarni qarsillatib yotdi. Bular emlashlar hamma narsalarni olgan akalar. Chesta firmadan ana sizlarga bir qo'lga 9 tasi. Bularning narx-navolarini endi aytib o'tamiz akalar. Xo'p, bularni hammasi bir qo'lga olaman deganlarga 50 million so'mdan kami bor kelishtirib beradi yana ham. Chotki qilib akalar 1 million 2 million emas, yana ham chotki qilib kelishtirib beradi narxlarini. Telefon qilib, dogovorlashib, talashib, tortishib so'rab olaverasiz. O shivitlar sotilmaydi. O shivitlar yana shivitlar ham ana zo'r ekan bu tomon. Akalar qaranglar. Mana shivitlarimiz ham bor. 4 ta chesta toza qonidan naslga %100 tushadigandan. Mana buni vobshim zo'r ekan, udar. Bu ham zo'r. Hammasi bir-biridan qolishmaydi. Agar narx-navolar to'g'ri kelsa, bular ham sotiladi. Aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar. Shu 4 ta shivitamiz ham sotiladi narx-navo. 6 ta, yaxta ham 2 ta bor. Ularni ham olib qo'ying. Mana shu yerga ham 2 ta shivitimiz bor. Narx-navolar to'g'ri kelsa, bu shivitlar ham sotiladi akalar. Lekin vobshim yaxshi ekan, bular ham zo'r. Zo'r. Orqalaridan o'tib olib qo'y bitta. Bular ham zo'r ekan. Narxlar to'g'ri kelsa, bular narxlarni nechta qilamiz aka? Ta. Ha. Shivitlarimiz ham 40 dan bo'ladigan parada. Naslga bo'lsa, naslga tushadiganidan boqaman desa, boqmasdan hali yoshiga yetmagan buzoqlar akalar. Narxi 40 million so'mdan bo'ladi ham, kami bor. Telefon qilib kelishtirib so'rab olaverasiz. Agar bular narx to'g'ri kelsa sotiladi, bo'lmasa bular boqiladi. Mana bularimizni sotishimiz kerak golishtinlarni. Vodiydan so'rasa, Samarqanddan, Surxondaryodan qiziqib so'rayotganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib dastlabkilarni ham qilib berishga kelishiladi akalar.
Tani joyinglar sog' bo'lsin, nomerlarni qoldiraman pastga. Aloqaga chiqib, bemalol so'rab olaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bo'ldi, nomer yozib qoldiramiz.